Mashinalar bo'lib turib, piyoda qolib ketsanglar, biram g'alati tuyg'u bo'ladi, Nike'ligini ko'rsatib ber. Nike emas, Nike. Ko'mir bor ekan, uyimga olib ketaman, piltamga tiqib isitaman. Plita emas, pilta. O'zimni Sharxonda yurgandek his qilyapman. Akalar, ko'mir bozori varillab yuradigan mashinalar, bunaqa buzilib ketgan, stalbalar buzilib ketgan, devorlar, bunaqa chiroyli va go'zal daraxtlar, orqasida teplitsa, ichida pomidor bilan boboy amakilar. И обязательно yama yo'llar. Bilin, Damas chakalarga qiyinda. Va bozorga o'zini velosipedda ketyapti turgan akaxonlar. Bundan ham tashqari men hozir taksi zakaz qilganman. Taksida kim kelyapti deylar? Ravshan aka. Bir kun mashinada yurmaganim uchun o'zimni real O'zbekistondaqa his qilyapman. Oyog'imni bunday qilib gapiryapman. Purjina oyoq. O'l, inglizcha yozib qo'yibdi, o'l. Men aytgan xitoycha qo'shib qo'ysak bo'lar ekan. O'l. Ona, Ravshan aka keldi. O'zim akam. Mening go'zal mahallam akalar. Chiroyli tabiat, quyosh va quyoshda yaltiraydigan bosh. Quyosh bosh aka politsiyalarning mashinasida yuradi ekan, ona oq Ford. Men bitta narsani bildim, lichkamga rosa ko'p qizlar yozadi. Profilimga kirib ko'rsam, podpiska tashlamagan bo'ladi. Nimaga? Sizlar podpiska tashlamasdan menga yozasizlar, kuzatasizlar, hayronman. Fanatizman, polonizman, pistonizman deydim, qarasam podpiska ham tashlaman. Bor yo'q hol.